Toshkent shahrida 10 fevral kuni O'zbekiston qurilish va interyer haftaligi Uzbekistan Construction and Interior Week o'z faoliyatini boshladi. Tadbir O'z Expo Markaz milliy ko'rgazmalari kompleksining barcha pavilyonlarida o'tkazilmoqda va 12 fevralga qadar davom etadi. Qurilish va interyer haftaligi ITECA Exhibitions hamda uning hamkori ICA Euro-Asia Group tomonidan tashkil etilib, bu 31 ko'rgazma mavsumini ochib berdi. Tadbir soha bo'yicha asosiy voqealarni birlashtirgan bo'lib, ular qatoriga 27 O'zbekiston xalqaro qurilish UzBuild 2026 ko'rgazmasi, Build Tech 2026 ixtisoslashtirilgan bo'limi, 7 xalqaro qurilish industriyasi konferensiyasi ICCI 2026 kiradi. O'zbekiston qurilish va interyer haftaligi mana bugun o'z ishini boshladi. Bu haftalik 3 kun davomida O'zexpo markazining barcha pavilyonlarda va shu bilan birga Atrium 1-2 zallarda va ko'cha ekspozitsiyasida namoyish etiladi. Shuni aytib o'tmoqchimanki, aynan mana shu xalqaro anjuman 3 ta yirik anjumanni o'z ichiga olgan, 3 ta yirik tadbirni. Bu UzBuild xalqaro ko'rgazmasi bu yil 27-marotaba o'tkaziladi, ICCI anjumani 7-marotaba o'tkaziladi va Build Tech ko'rgazmasidir. Bu yil ko'rgazma yanada oshdi, unda 450 dan ziyod kompaniya va brend vakillari ishtirok etmoqda va bular 22 davlat vakillaridir. Yana shuni alohida aytib o'tmoqchimanki, bu yilgi ko'rgazmada juda ko'p milliy ekspozitsiyalar namoyish etilgan, jamoaviy stendlar bor. Ilk marotaba ishtirok etayotgan kompaniyalar juda ko'pdir. Mahalliy ishlab chiqaruvchilar soni ham bu yil ortmoqda va juda ko'p mana shu qurilish materiallarini ishlab chiqaradiganlar ko'rgazmada bu yil juda ko'p namoyish etilgan. ICCI xalqaro anjumani haqida gapiradigan bo'lsak, bu yil anjuman 2 kun davom etadi va ahamiyatga loyiq tomoni shundan iboratki, unda mana bugungi kunda aktual bo'lgan, muhim bo'lgan mavzular ko'tariladi, ya'ni yangi O'zbekistonning qurilishi, yangi Toshkentning qurilishi haqida so'z boradi va eng sara spikerlar, dunyodagi eng zo'r kompaniya vakillari, eng innovatsion kompaniya vakillari mana shu anjumanda ishtirok etib, aktual masalalar bo'yicha muhokama olib boradilar. Joriy yilgi ko'rgazmada 22 davlatdan 450 ga yaqin kompaniya va brendlar ishtirok etmoqda. Xorijiy ishtirokchilar ulushi 79% ni tashkil etadi. Germaniya, Rossiya va Turkiya milliy pavilyonlar bilan, Gruziya, Eron va Latviya esa jamoaviy ekspozitsiyalar bilan qatnashmoqda. Eng yirik xorijiy ishtirokchilar orasida Xitoy, Rossiya, Germaniya, Turkiya, Italiya va Qozog'iston kompaniyalari mavjud. Ushbu ko'rgazmada ikkinchi bor ishtirok etmoqdamiz. 2 yil avval O'zbekiston bozori bilan tanishish, uni o'rganish maqsadida tashrif buyurgan edik. Bugungi ishtirokimiz mobaynida esa bu bozorning qisqa vaqt ichida qanchalik jadal va sezilarli rivojlanganini ko'rib juda ham mamnunmiz. O'zbekiston bozori hozirda gruzin kompaniyalari orasida katta qiziqish uyg'otmoqda va barqaror talabga ega. Biz uni Markaziy Osiyodagi eng istiqbolli hamda faol rivojlanayotgan bozorlardan biri sifatida baholaymiz. Mamlakatdagi iqtisodiy o'sish sur'atlari, shuningdek bozorda kechayotgan islohot va transformatsiya jarayonlari haqiqatdan ham katta taassurot qoldirmoqda. Ushbu ko'rgazmada ishtirok etayotganimizdan juda ham mamnunmiz va tadbirning yuqori saviyada tashkil etilganini alohida ta'kidlashni istardim. Turli davlatlardagi xalqaro ko'rgazmalarda qatnashgan tajribamizga tayanadigan bo'lsak, bu yerda tashkilotchilarning yuksak tayyorgarligi hamda ishbilarmonlik muhitining yuqori darajada shakllangani yaqqol seziladi. Ko'rgazma tashrif buyuruvchilarda katta qiziqish uyg'otmoqda. Faol muloqotlar olib borilmoqda. Yangi hamkorlik aloqalari o'rnatilmoqda va ishbilarmonlik munosabatlari izchil rivojlanmoqda. Ushbu tajriba samarali bo'lishiga ishonamiz va kelasi yili ham ko'rgazmada ishtirok etishdan mamnun bo'lamiz. Biz ushbu ko'rgazmada ilk bor ishtirok etyapmiz va asosiy maqsadimiz yangi ishbilarmonlik hamkorlarini topish, mahsulotlarimizga qiziqish bildirgan kompaniyalar bilan bevosita aloqa o'rnatishdir. Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar uzoq yillardan beri barqaror, o'zaro ishonch va hamkorlikka asoslangan bo'lib, bu biznes aloqalarni yanada rivojlantirish uchun mustahkam zamin yaratadi. Ma'lumki, Xitoy rahbari Si Zinpin ilgari surgan bir makon bir yo'l tashabbusi iqtisodiy hamkorlikni kengaytirishga xizmat qilmoqda va Xitoy ishlab chiqaruvchilari uchun yangi bozorlarga chiqish imkoniyatlarini ochib bermoqda. Aynan ushbu omil biz uchun mazkur ko'rgazmada ishtirok etishga turtki bo'ldi. Ko'rgazma doirasida eng avvalo mebel ishlab chiqarish sohasida faoliyat yurituvchi korxonalar va fabrikalar bilan ishonchli hamkorlik aloqalarini o'rnatishni maqsad qilganmiz. Bu borada muzokaralar olib boryapmiz va
va aniq natijalarga erishishga umid qilamiz. Umuman olganda men ijobiy ruhdaman va ishonamanki ushbu ishtirokimiz amaliy va samarali natijalar beradi. Biz O'zbekiston bozorida uzoq muddatli, o'zaro manfaatli hamkorlikni yo'lga qo'yishdan manfaatdormiz. O'zbekistonga va ko'rgazmaning tashkil etilishiga kelsak, taassurotlarim faqat ijobiy. Ayniqsa mahalliy hamkorlar va tashrif buyuruvchilarning ochiq ko'ngilligi, samimiy munosabati bizda iliq taassurot qoldirdi. UzBuild 2026 ko'rgazmasi qurilishning to'liq siklini qamrab oladi. Loyihalash va qurilish texnologiyalaridan tortib, pardozlash materiallari va interyer yechimlarigacha ekspozitsiya tematik pavilyonlar bo'yicha joylashtirilgan. Qurilish texnikasi va texnologiyalariga bag'ishlangan Build Tech 2026 ixtisoslashtirilgan zonasi, qurilish va pardozlash materiallari, muhandislik va dizaynerlik yechimlari bo'limlari. Ko'rgazmada mahalliy ishlab chiqaruvchilarga alohida e'tibor qaratilgan. 80 dan ortiq O'zbekiston kompaniyasi qurilish materiallari, muhandislik tizimlari, fasad yechimlari, lift uskunalari va qurilish kimyosi mahsulotlarini namoyish etmoqda. Ishbilarmonlik dasturining markaziy tadbiri sifatida 10-11 fevral kunlari 7 xalqaro qurilish industriyasi konferensiyasi ICCI 2026 bo'lib o'tmoqda. Bu yilgi anjuman yangi O'zbekiston g'oyalaridan keng ko'lamli yechimlargacha mavzusiga bag'ishlanadi. Muhokamalarda yangi Toshkent mega loyihasini amalga oshirish va qurilish sohasiga innovatsiyalarni joriy etish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Tadbir iTech Exhibitions, ICA Euro-Asia Group va Congresses of Central Asia tomonidan tashkil etilgan bo'lib, bosh homiysi sifatida Cheliker Holding ishtirok etmoqda.